Assalomu alaykum. Bugungi videoda sizlarga Odoo'da website modulidan qanaqa foydalanishni ko'rsatib beraman. Bu videoda siz website yaratish, blog yuritish hamda sayt statistikalarini ko'rishni o'rganasiz. Birinchi navbatda Odoo'da website'da skачать qilib olishimiz kerak bo'ladi, ya'ni yuklab olishimiz kerak Odoo akkauntimizga. Apps degan modulga kirib turib, website'ni qidiramiz hamda uni install knopkasini bosish orqali yuklab olamiz. Va biz uni yuklab bo'lganimizdan so'ng bizga website yaratish bo'yicha oyna ochiladi. Bu yerda ready to build the perfect website, ya'ni siz mukammal website yaratishga tayyormisiz degan yozuvni chiqizadi. Va bu 4 ta qadamda bo'ladi. Agar siz uni let's start deb bossangiz, let's do it ni bossangiz, 4 ta qadamda website yaratasiz. Juda oson Odoo orqali. Agar sizda tayyor template'lar bor bo'lsa, albatta skip and start from the scratch ni bosishingiz mumkin. Lekin menda yo'q va shu sababli hozir noldan boshlayapman va nima xohlayotganingizni belgilashingiz kerak. Misol uchun website xohlashingiz mumkin, blog xohlashingiz mumkin, tanlaysiz. Va hamda nima uchun, qaysi biznes uchun. Misol uchun travel agentstvasi bo'lishi mumkin, ya'ni sayohat agentstvasi yoki logistika yoki umuman boshqa servis, boshqa biznes bo'yicha bo'lishi mumkin. Albatta keyin nima xohlayapsiz bu website orqali shuni tanlashingiz kerak. Misol uchun leadlar ko'paytirmoqchisiz yoki brendingizni rivojlantirmoqchisiz yoki ko'proq sotishni xohlayapsiz yoki boshqa. Va shundan keyin siz albatta bloklar, ya'ni menyular qo'shishingiz mumkin, tanlashingiz mumkin, uni ko'proq yoki kamroq. Misol uchun men about us, services, pricing plan va news ni tanladim. Va build my website degan knopkani bosish orqali keyingisiga o'taman. Va hamda menga 3 xil tema taklif qiladi. Siz har doim qaysi websaytni tayyorlashingizdan qat'iy nazar sizga 3 xil temani taklif qiladi va ularda xohlaganingizni tanlab olasiz va sizni websaytingizni ularga moslashtiradi. Misol uchun bu sun'iy intellekt orqali bo'ladi. Odoo'ning siz tanlagan ranglar va dizaynni moslashtiradi, rasmlar qidirib qo'yadi va o'zi bloklar qo'shadi va hamda sizni websaytingizga mos tekstlar tayyorlab beradi. Siz uni keyin o'zgartirishingiz mumkin albatta. Tayyormisiz? Va mana bizning websaytimiz tayyor. Uni ko'rib chiqamiz. Menimcha hammasi yaxshi, lekin men biroz uni o'zgartirishni xohladim. Yuqoridagi edit tugmachasi orqali buni amalga oshirsak bo'ladi. Albatta birinchi bo'lib headline o'zgartirishni xohladim, ya'ni bu nom menga unchalik yoqmaganligi uchun men we provide you service for your logistics company degan temani qo'shishni boshladim. Va uni kattaroq yoki kichikroq qilishingiz mumkin, animatsiyalar qo'shishingiz mumkin, animationni shunchaki bosib, description qo'shishingiz mumkin, directionlar qo'shishingiz mumkin animatsiyangizga va uni razmerlarini, fontlaringizni o'zgartirishingiz mumkin va backgrounddagi ranglarni ham albatta o'zgartirishingiz mumkin. Xohlasangiz tayyor ranglardan o'zgartirasiz, xohlasangiz custom ranglardan o'zgartirasiz. Va ko'rishingiz mumkin o'zgardi. Va hamda menga mana bu aylana xalaqit berayotgandek yozuvlarni unchalik ko'rsatmayotgandek tuyuldi va shunchaki ustiga bosish orqali oxiridan bitta oldingi knopkani bosasiz, ko'rayotganingizdek videoda highlight qilishingiz mumkin, ya'ni belgilashni tanlashingiz mumkin tekstingizga. Men shunchaki olib tashlashni xohladim. Va shundan so'ng o'zgarishlarni saqlash uchun save ni bosasiz. Agar yo'q, eskisi holatiga qaytsin, boshdagi holatiga qaytsin desangiz discard ni bosib
hamma editlaringizni olib tashlasangiz bo'ladi, yoki oxirgi o'zgarishlarni olib tashlasangiz bo'ladi, yoki shunchaki orqaga qaytarish tugmachasi orqali bitta orqaga qaytarsangiz ham imkoni bor. Shundan so'ng men mana bu pastdagi tekstni ham o'zgartirishni xohladim, uni ranglarini o'zgartirishni xohladim. Menga rangi to'qroqdek tuyuldi va shuning uchun unga ochroq rang berib hamda animatsiya qo'shdim yuqorida ko'rsatganimdek. Va so'ng contact us'ni ko'rishni xohladim, uni o'zgartirishni xohladim. Menga bunisi uncha yoqmadi. Shu sababli blokdan yangi contact us uchun yangi blok qo'shishni xohladim. Va bu menga ancha tartibli va chiroyli ko'rindi va eskisini o'chirib tashladim shunchaki ustiga bosasiz va qizil savatchaga o'xshagan belgi orqali uni o'chirib tashlaysiz. Va keyin siz maydonlarni required yoki required emas qilib belgilashingiz mumkin. Ya'ni siz requiredni belgilasangiz, u maydonni to'ldirish majburiy bo'ladi. Va bu yerda description degani ham bor. Ya'ni description orqali siz tavsif qo'sha olasiz maydoningizga. Ya'ni siz maydoningizni mijoz to'ldirayotganda u nima to'ldirish kerakligini bila oladi bu maydon orqali. Siz unga ta'rif berasiz, yordam berasiz. Va albatta siz linklarni tekshirib ko'rishingiz mumkin. Knopkalarni ustiga bosganingizda agar link olib bormasa, demak unga link qo'shish kerak. Va bu qanday qilinadi? Shunchaki tekst ustiga bosasiz, editni bosib turib, edit tugmachasini bosib turib, shunchaki reshotkani olib tashlab, o'rniga slash qo'yib, sizga qaysi joyga olib borishni shunchaki tanlaysiz. Va bu juda oson hamda ishlaydigan uslub albatta. Siz uni bosib tekshirib ko'rishingiz mumkin. Save qilganingizdan keyin yuqoriga chiqqaningizda sayt tugmachasi orqali home pagening ostidagi menu editorni bosasiz va bu editor orqali menyuingizni o'zgartirishingiz mumkin. Agar siz qaysidir menyuni ichida boshqa menyuni qo'shmoqchi bo'lsangiz, shunchaki kichik menyuingizni o'ng tarafga surib qo'ysangiz bo'ldi. Bu juda ham oson. Va agar xohlasangiz mega menyu ham qo'shishingiz mumkin. Va menu items, ya'ni qanday bo'ladi? Siz menyuni nomini o'zgartirasiz. Uning uchun shunchaki ustiga bosib, keyin titlni ya'ni o'zgartirishingiz mumkin. Va qayerga olib borsin? Misol uchun men home pageni shunchaki o'zgartirganim uchun, home qismini o'zgartirganligim uchun uni Logistics Consultingga va shunchaki Logistics Consulting deb yozaman va home bo'lganligi uchun shunchaki slashni o'zi qoladi. Agar boshqa yerga borish kerak bo'lsa, albatta servicesga bo'lsa /services va boshqalarni tanlashingiz mumkin albatta. Shunchaki save qilamiz keyin va u o'zgardi. Biz xohlagandek bo'ladi. Hammasini ham shunday qilsangiz bo'ladi. Va yuqorida o'ng tarafda new tugmachasi orqali siz saytingizga yangi page'lar, eventlar, job pozitsiyalari,
produktlar yoki kurslar va shunga o'xshash narsalarni qo'shishingiz mumkin. Pastroqqa tushamiz va bu yerda ikonkalarni ko'ramiz, social media ikonkalarini, va uni o'zgartirishni xohladim. Shunchaki ustiga 2 marta bosish orqali o'zgartirasiz. Va keyin bizda email, albatta bu hozir sun'iy intellekt orqali yozilgan email turibdi va men uni o'zgartirishni xohladim. Shunchaki emailni shunchaki ustiga bosib edit qilsangiz bo'ldi. Endi multi-language ga o'tamiz, ya'ni tilni o'zgartirish. Men saytimni ko'proq tilli bo'lishini xohladim, multi-language qilishni. Va shunchaki configuration'ni bosasiz, settingsni tanlaysiz va u yerdan insert new languages degan tugmachani bosasiz, languagesni tagidagi. Va uni bosish orqali sizga kerak bo'lgan tilni tanlaysiz. Misol uchun, u ispan tili bo'lishi mumkin, koreys tili bo'lishi mumkin, siz xohlagan. Men misol uchun O'zbekistonda rus tili bizda eng ko'p tarqalgan ikkinchi til bo'lganligi uchun o'zbek tilidan keyin men shunchaki rus tilini qidirdim va apply'ni bosasiz. Va siz uni ham rus tiliga o'girmoqchi bo'lsangiz, switchni bosasiz. Men shuni xohladim. Agar yo'q desangiz, shunchaki close'ni bosib qo'ysangiz ham bo'ladi. Odoo ham hozir rus tilida bo'lib qoldi bu yerda, veb-sayt uchun. Va bu yerda shunchaki siz redaktirni bosib turib yoki editni bosib turib, sizda angliyskida bo'lsa, shunchaki переводni tanlaysiz. Переводni tanlaganingizdan keyin siz tekstlaringizni ingliz tilidan rus tiliga o'girib chiqishingiz kerak bo'ladi. Buni sun'iy intellekt orqali qilsangiz ham bo'ladi albatta. Men shunday qilishni afzal ko'rdim va shunchaki ikkinchi tekstimda buni sizga ko'rsatib bermoqchiman. Bu test uchun bo'lganligi uchun hamma tekstni rus tiliga o'girib o'tirmayman. Sizlarga shunchaki ikkinchi tekstni o'zgartirib ko'rsatishni xohladim. Bo'ldi, shunchaki uni o'zgartirasiz hamda сохранитni bosasiz. Va uni o'zgartirganingizda ko'rishingiz mumkin. Rus tiliga o'girganingizda rus tili, ingliz tili qoladi. O'zgarmaydi. Hamda qurilmalar, agar telefon qurilmasidan foydalanayotgan mijoz uchun albatta bizning saytimiz katta ekranga moslashtirilganligi uchun o'zgarishi mumkin va shuning uchun telefon ikonkasini bosish orqali, knopkasini bosish orqali biz uni amalga oshira olamiz. Ya'ni shunchaki telefonni tanlaymiz hamda uni joylarini o'zgartirib chiqishimiz mumkin. Va bu yerda ko'rishingiz mumkin, yonma-yon rasm va tekst yonma-yon turgan edi, ammo ular alohida bo'lib qolgan. Shuning uchun stildan biz maket qismidan ikkini tanlayapman. Siz nechtani yonma-yon qo'yishingizga qarab tanlashingiz mumkin. Misol uchun men faqat rasm va tekst, shuning uchun ikkita. Va uni сохранить qilaman. Keyin telefonga o'tsangiz boshqa va iPad va notebooklar uchun bizning birinchi yaratgan versiyamiz qolaveradi. Va orqaga men hozir ko'rganingizdek rus tiliga veb-sayt, Odoodagi veb-sayt saytini ham o'girgan edim. Va uni orqaga qaytarish uchun shunchaki yana insert language bosib turib, angliyskini bosib qaytara olasiz. Ingliz tilini tanlash orqali o'zgartira olasiz. Yana orqasiga qaytara olasiz va u ingliz tilida. Shunchaki yangi blog qilishni xohladim veb-saytim uchun va bu saytni bosaman. U yerdan blog postni tanlab, new tugmachasini bosish orqali yangi post qo'sha olaman. Misol uchun, blog postim uchun news degan tugmachani qo'yishni xohladim. Shuning uchun news bosdim va uni ichida
blogimga nom berishni xohladim. Bu titlni ELD Department deb berdim va saqlanish qildim. Save qildim. Shundan so'ng u bizga oddiyroq shaklda chiqarib beradi va biz rasmni o'zgartirishimiz yoki shunchaki qoldirishimiz ham mumkin albatta. Men o'zgartirishni, rasm qo'shishni xohladim. Chunki ELD Department bu logistika ichida va logistikaga mos bo'lgan rasm tanlashni xohladim. Hamda shu ELD Department uchun tekst yozishni xohladim. Buni albatta o'zingiz yozsangiz ham bo'ladi, lekin men tezroq bitishi uchun sun'iy intellektga yozdirishni xohladim. Sun'iy intellekt orqali yozdirib, keyin shunchaki yuzdasini bosib ko'chira olasiz. Va blok qo'shishni xohladim. Bu yerda rasm, albatta rasmni ham o'zingiz xohlaganingizdek o'zgartirishingiz mumkin. Edit orqali albatta. Va save tugmasini bosib uni saqlanish qila olasiz. Shundan so'ng kontakt asni tekshirib ko'ramiz. Ishlayapti. Va keyin home page ga o'tamiz va u yerdan newsni bosib, ko'rganingizdek biz news ichiga tanlagan edik. Newsni bosib ELD Department degan blogimizga kira olamiz. Saytni ustiga bosamiz, blog postimizni tanlaymiz va u yerda ko'rganingizdek ELD Department degan biz yaratgan blogimiz ko'rinib turibdi. Va bu yerda biz ustiga tik qilib tanlash orqali actions degan joydan biz blogimizni arxiv qilishimiz, o'chirishimiz va boshqa amallarni amalga oshirishimiz mumkin. Va endi men bu blogimni Google platformalarida ham, Google kabi platformalarda ko'rinishni xohladim. Shuning uchun agar siz ham shuni xohlasangiz, SEO dan foydalanasiz, ya'ni Search Engine Optimization, SEO ni optimizatsiya qilish orqali sizning saytingiz Google kabi tarmoqlarda ko'rinadi. Ko'rinishiga bu amal yordam beradi. Va bu yerda siz linklar qo'shishingiz mumkin, qayerga aynan qo'ysin. Men LinkedInni tanladim. Shuning uchun LinkedInga business page'imni qo'yib, silkasini uni check qilamiz. Bu hammasi test va save qilamiz. Va hozir publish deb bosib qo'ysak, bizniki tayyor. Va configuration ustiga bosamiz, redirectsni bosamiz. Bu nimaga yordam beradi? Agar saytimiz vaqtinchalik yoki umuman link o'zgargan bo'lsa yoki eskisi ishlamaydigan link bo'lsa, bu bizga mijozlarimiz kirganda
saytimizga xatolik bermasligi uchun, ularni yangi link tomon yo'naltirish uchun yordam beradi. Va bulutchani bosish orqali buni saqlanich qila olamiz, ya'ni save qilamiz, saqlab qo'yamiz. Va reportingga o'tamiz. Analyticsni bosish orqali biz veb-saytimizni analitikalarini ko'ra olamiz. Previous period orqali match qilishingiz mumkin, compare qilishingiz mumkin, ya'ni taqqoslay olasiz. O'sdingiz yoki o'smadingiz. Bizda yangi page, yangi veb-sayt bo'lganligi uchun hozir foydalanuvchilar kam, vizitorlar kam. Chunki biz yaqinda hozirgina buni amalga oshirdik. Hozirgina yaratdik va ko'rishingiz mumkin. Bu yerda unique visitors degan yangicha termin bor. Unique visitors bular nima degani? Unique visitors bu sizning veb-saytingizga birinchi marta tashrif buyuruvchilar. Total visitors bu ham birinchi marta, ham eskilarini total hisoblaydi. Bizda hozir yangi veb-sayt bo'lganligi uchun total ham, unique ham ikkita. Va ular qancha ko'rishgan, hammasi ko'rinadi. Bu yerda bounce rate degan rate bor, foiz ko'rsatkichi. Bu qanchalik past bo'lsa, sizning saytingiz shunchalik yaxshi rivojlanyapti degani. Va top sources. Bu nima? Mijozlar, vizitorlar nima orqali kelishyapti? Ular to'g'ridan to'g'ri yoki linklar orqali, platformalar orqali ko'rinadi. Va top pages, bu yerda vizitorlar aynan qaysi pagelarga ko'p kirishyapti. Va bu yerda locations degan blok ham bor. Bu orqali siz map qismidan aynan qaysi davlatligi, countrydan qaysi davlat, regiondan viloyatini hamda city shaharlarni ko'ra olasiz. Devices qismidan, devices degan blokdan siz vizitorlar aynan qaysi device'dan foydalanishayotganini ko'rishingiz mumkin. Odoo'da multi websaytdan foydalanishingiz ham mumkin. Bu qanday amalga oshiriladi? Configurationga kirib, settingsni tanlaysiz va u yerdan yuqoridagi add website degan knopkani bosish orqali websaytingizni yaratasiz. Shunchaki unga nom berasiz, domain qo'shasiz, ya'ni sayt uchun ссылка qo'shasiz, domain va create tugmachasini bosish orqali biz video boshida tayyorlaganimizdek websaytingizni tayyorlab olasiz. Va yuqoridagi va uni optimizatsiya qila olasiz. SEO ga albatta publishni bosib, buni ham bu saytingiz ham ko'rinadi shunda. Va shunchaki saytingizni nomini ustiga bosgan holatda shu yerdan boshqa saytlaringizga ham bitta platformani ichida o'zgartirishingiz mumkin. Odoo shunday platformaki, siz bir vaqtning o'zida bitta platforma orqali, ya'ni Odoo orqali siz bir qancha saytlaringizga, veb saytlaringizga, blog hamda eventlaringizga kira olasiz. Yuqoridagi to'rtburchak websayt nomi yozilgan
knopka orqali o'zgartirishingiz mumkin saytlaringizga va u yerda analitikalarni ko'ra olasiz. Reporting the visitors degan knopka bor. Bu orqali vizitorlaringiz qaysi davlatdanligini, qachon sizni saytingizni ko'rganini va necha marta tashrif buyurganini ko'rishingiz mumkin hamda qaysi page'larga kirganligini ko'rishingiz mumkin. Hamda bu yerda page views degan, reporting the page views degan knopka ham bor. Bu orqali kim sizning soat nechida ular qayerga, qaysi page'ga kimlar kirganini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Shu bilan veb-sayt modul haqidagi videomiz tamom bo'ldi. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, like ni bosishni unutmang hamda kanalimizga obuna bo'ling.